Bir so'z bilan aytganda, bemor uchun eng muhim narsa nima? Zo'r savol. Birinchi o'rinda shifokorga bo'lgan ishonchi. Agar ishonch bo'lmasa, hech qanaqasiga bemorga siz davo bera olmaysiz. Agar bugun sizni so'nggi ish kuningiz bo'lsa, siz ishdan qanaqa maslahat bilan xayrlashib ketgan bo'lardingiz? Birinchi navbatda shifokorlarga har doim vijdon bilan ishlashni maslahat berardim. Hech qachon 1-2 so'm pul qilaman deb bemorni kerak emas muolajalarga jo'natish kerak emas. Ya'ni kerak emas operatsiyalarni qilib bemor holatini og'irlashtirib qo'yadigan ishlarni qilish kerak emas. Ertaga misol uchun bemor oldida javob bermagan taqdirda ham oliy hakam bor, uning oldida javob berishadi. Bemorlarga maslahatim bitta odamga ishondingizmi, bitta odamga ixlos qildingizmi, hadeb, ya'ni hammani gapiga kiraverish kerak emas. Bitta shifokorga bordi, shifokor to'g'ri maslahat berdi, shu maslahat bo'yicha aytganini to'g'ri qilish kerak. Hammani kimdandir nimanidir olib, uni qilib ko'raman, buni qilib ko'raman deb har qayoqqa o'zini urish kerak emas.